Assalomu alaykum obunachilar. Mana haligi qurgan boloxonamizni tomlarini ham basalladik. Xudo xolos shipirlarni qoqdi. O'rtacha chiqdi. Mana shipirlarni chiroylab qaqib qo'ydik. Ichki tomon tashqi tomonda mana ichlari ham salqingina bo'ldi. Endi shu bitta problema bor. Molxona butdi, pul bering desa endi pul yo'q deydi, lekin mana qilib 5-4 ta molni boylab qo'yibdi bir pasda. Shunaqa gaplar.